Hammaga xayrli kun. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xonadonlar tinch, omonmisizlar? Bog'laring chamanday bo'lib, ko'zlaringni quvnatib, yashnatib, kunlaring mazmunli o'tyaptimi? Mana bugun men dala hovlimga kelib, mana shu burchagimni, hovuzimni atrofini yovvoyi o'tlardan tozalab, bugun obeddan beri qilgan ishlarimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Men bu kranga suv kelgan ekan, hovuzimni ozgina to'ldirib oldim. Mushuk kelib, qo'shnilarni mushugi kelib ichganda nimagadir kilyonkasini teshdimi, nimadir bo'ldimi deb xavotirda bo'lib turibman. Chunki tepagacha suv bo'lishi kerak, ozgina suv kamayapti-da. O'shaning hisobiga ham mayli deb qo'ya qoldim. Men kashbomni mana bu joyga o'tkazdim. Bu yoqda yovvoyi o'tlar bor edi. Maladilan mana bu yoqda bor. Maladilani o'tkazdim. Kashbomdagi gullarimni mana shu yerga qo'ydim. Mana bu yovvoyi o't menimcha hammada bo'lsa kerak. Prosta ko'rinishi chiroyli bo'lgani uchun buni qoldirdim. Mana bu ham oq gulliydi. Nimagadir bu yil bog'imda ko'proq oq gullar ko'payibdi. Mayli ichqisi yo'q. Mana bu yoqda achitkam bor edi. Bu oxirgi qishdan uncha yaxshi chiqmadi, chunki 2-3 kun oldin ekan edim. O'shaning uchun ham hali adaptatsiyadan o'tmagan edi. O'shaning uchun ham ko'rinishi menimcha bu yil yaxshi bo'ladi. Maladilam, achitkam. Mana buni ham nomini bilasizlar, hozir yodimdan ko'tarildi. Gvazdikam. Mana bu ham yerga yoyilib o'sar ekan, menga juda yoqdi. Maladilam bilan achitkam. Mana bu yoqda bitta kashbomni qo'ydim. Bu yoqda alisum bor. Mana bu burchakda gulbiyor maladilalar bor. Bular endi asta o'sadi. Sabr qilsak hammasini ko'ramiz. Mana bu xvostnamni mana bu tarafga qo'ydim. Uyimni burchagiga tosh bilan quyoshdan sal himoya qildim. Klimatisim bu bir qavatligi. Mana shu burchagimda yozda o'rtasiga o'sha quyosh asta-asta siljigan sari keyin quyosh tushadi. Hozircha salqin. O'shaning uchun ham xvostalarimni o'sha burchakda turibdi. Lekin shunaqasiga ham ozgina quyosh ham ko'rayotgan bo'lsalaring zarar beryapti. Mana bu yoqda hozir men nimani o'tkazdim? Mana buni gvazdikam. Buni anchadan beri garshoyda turuvdi, hech vaqtim bo'lmayotgan edi. Mana bugungi ko'rinishi yovvoyi o'tlardan tozalaganimdan keyin ancha ko'rinib qoldi nima qayerda borligi. Hech narsani bilmay yotuvdim. To'g'rirog'i sizlar tushunmay yotgan edilaring. Mana bu ham yovvoyi nimadir ham. Lekin shunday chiroyli gullar ekan. Buni ham qoldirdim. Mayli, tura qolsin. Ziyon bermayapti. Mana bu barbinok. Hozir kesib tashladim. Mana bu. Mana buni ham kesib tashladim. Bu gullar bo'ldi. Mana ko'rinishlari bugungi. Mana bu atirgul bo'yi o'sib ketyapti. Bunga 1-2 yildan oshib qoldi. Buni ko'chiraman, pastga tushiraman deb turibman. Pastidan kesuvdim, lekin shunaqasiga ham bo'yi juda uzun bo'lyapti. Bu yoqqa uncha to'g'ri kelmayapti. Bu yoqqa men kaltaroq gullar ekmoqchiman. Sabachkani ham pastga tushiraman, yo bo'lmasa yerga yotqizib bu yil boshqacha variant qilmoqchiman. Xullas, achitkam. Mana bu kalokonchig ham yaxshi ekan. Bu bunday qilib yonlaridan ko'payar ekan.
menimcha shu yerga yoyilib ketadi. Xrizantem ham sariq ochiladi. Achetkam bor. Mana bu ham juda chiroyli gul. Bir oydan oshiqroq gullab turadi. Keyin kech kuzga ham ozgina bir gullaydi. Shu bilan issiqda suvni kam ichadi. Kam ichmaydi, endi bersalaring ichadi, lekin sabrli, juda ham sabrli issiqda. Bu yoqda mana bu burchakda sabachkam, bu yaxshi, bo'yi uzun bo'lsa ham orqa fonda. Bugun Veliya уже yana mana g'unchalayapti. Bu oqi. Mana bu burchakdagi oranjevi ham yana nima ko'karib ketdi. Gummi soldim tagiga. 2-3 marta qayta ildizi yaxshi rivojlanib ketdi. Hozir bu burchagimda 3 ta rang bor. Malin nima bor? Limonoviy rang bor, oranjeviy bor и oq. Oq o'sha gullashni boshlabdi. Mana bu piyonim. Piyonim nimagadir 2 yildan beri o'zgarmaydi. 5 xil sortavoy piyonim bor. Lekin bu yil Muzaffar akadan maslahatlashib dori darmonini qildim. Tomiri ildizi rivojlanmayotgan ekan. Nimaga? Chunki bizda suvimiz sho'r. Kachelkamiz ham bor, yer tagidan suv chiqaramiz, kranda suvi ham bor. Hozircha men gullarimga hammasiga katta baseynda suv zaxiramiz bor, chuchuk suv. O'shandan beryapman. Keyin yozda o'rtasiga sho'r suvga o'tib ketamiz. Xullas, shunaqa ko'rinish uyimizda mana shu burchagida. Hozir men sizlarga yana bugun uydan, kvartiradan nima olib keldim. Xona gullarimdan 1-2 ta olib kelib qo'ydim. O'shani sizlarga hozir ko'rsataman. Chunki biz bu yoqqa 2 kunda bir kelamiz. Ishimiz nima bo'lib qolganda 3 kunda ham bir kelamiz. Shuning uchun xona gullariga har kuni suv qo'yish kerak. Yo suv qo'ymasak ham salqin joy bo'lishi kerak. O'shaning uchun ham xona gullarini bu yoqqa faqat yozda olib kelaman. Qishda sharoit endi har kuni pechka yoqilmaydi, o'zlaring bilasizlar. O'shaning uchun ham bizda shunaqa. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana xona gullarim. Mana bu archani menimcha 2 yil bo'lib qoldi. Kichkinagina edi. Kichkinaligidan boqib, o'zim mehr berib, uyda endi bilmadim, olib keldim bu yoqqa. Har 2 kunga qanaqa bo'lar ekan, uyda suv sep turar edim. Mayli ko'ramiz. Hozircha havolarimiz salqinroq. O'shaning uchun ham mayli tura qolsin ozgina. Keyin bu ichkarida 1-2 ta gul olib keldim. Endi ko'ramiz. Mana bu kolyuslar endi chidaydi. Mana bu ham chidamlik. Vigela ham issiqqa chidamlik. O'shaning uchun mana bu yoqda nimani ichida endi uyga qilgan edim. Mana qaranglar tomir otganini. Bu nima? Haligi sedum. Kashboga ekkan sedumim o'sha tushgan ekan, tushib qolgan ekan. Endi bilmadim bular hovlida qanaqa turar ekan. Mayli yaxshi bo'ladi deb umid qilib olib keldim. Shunaqa podakolnigimga gul olib keldim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Kommentariyada o'z fikrlaringni qoldiringlar. Xursand bo'laman o'qib. Muloqot qilamiz. Omon bo'linglar.